ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi maktablarga qabul jarayonlari joriy yilning iyun oyidan boshlanadi. Imtihonlar esa iyul oyida o'tkaziladi. Prezident maktablariga o'quvchilar belgilangan yillik qabul kvotasi doirasida 24 nafar o'quvchi hamda ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarga agentlik tomonidan belgilangan kvota doirasida o'quvchilar qabul qilinadi. Agentlik tizimidagi maktablarga o'quvchilarning ota-onalari yoki qonuniy vakillari tomonidan quyidagi hujjatlar onlayn shaklda agentlikning rasmiy veb-sayti ariza.pma.uz orqali qabul qilinadi. Kerakli hujjatlar ro'yxati: o'quvchilarning tug'ilganlik haqida guvohnomasi, o'quvchilarning tegishli o'quv yili natijasiga ko'ra baholar tabelining maktab direktori tomonidan tasdiqlangan nusxasi, imtihon ruxsatnomasini shakllantirish jarayonida foydalanish uchun o'quvchilarning oxirgi 2 oy davomida tushgan foto surati hamda o'quvchilarning ota-onasi yoki qonuniy vakillaridan birining fuqarolik pasport ma'lumotlari va bog'lanish uchun mobil telefon raqamlari kerak bo'ladi. Ma'lumot o'rnida o'quvchilar Prezident maktabi hamda ixtisoslashtirilgan maktablarga hujjat topshirish jarayonida ularga ixtiyoriy ravishda o'z hududlaridagi ixtisoslashtirilgan maktablardan birini qo'shimcha tanlash imkoniyati beriladi. Bunda Prezident maktabi kirish imtihonining aynan 2-bosqichida muvaffaqiyatli ishtirok etib, o'qishga kira olmagan o'quvchilar hududlaridagi o'zlari tanlagan ixtisoslashtirilgan maktabiga belgilangan kvota doirasida to'plagan ballar ketma-ketligi bo'yicha imtihonsiz qabul qilinadi. Bunda kvota doirasidan oshib ketsa, imtiyoz qo'llanilmaydi, deyiladi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan rasmiy brifingda.